Assalomu alaykum qadrdonlar. Shu bugun mana toqqa chiqmoqchi edik. O'zimizni qishloq chekkasida ham uyimiz bor, endi dacha deymizda. Sherekeli bir nasib bo'lsa oilam bilan kelib, mana inam. Ina qanday? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tog'ga chiqqanimiz yaxshimidi, she'r yaxshimi? Ber zo'r ekan qara. Ko'k, hamma tomoning daraxtlar saya, salqin, zo'r joy ekan. Mana. Qayta shu bilmay yurgan ekanmiz, uyimizda shunday zo'r joylari bor deng. Ha, shunday. Mana endi qarab qanday zo'r joylar ekan. Bolalarimiz mana futbol o'ynayapti. Oyijon esa mana bu yoqda osh pishiryapti. Yaxshi, Xudoga shukr. Allohga shukr. Xudoga shukr. Allohga shukr. Keyin yana dasturxonga qarasangizlar, dasturxonimizga bugun kola, fanta oldirmadim. Ha, Yana shu boyagi zararli deyishdi-ku, kola, fantalarda. Mana faqat kompot oldirdim. Mana har xil meva-chevalardan mana bor mevalar bordi, kamaytirib qo'yishdi, qayon. Pomidor, bodringlar to'lib yopti mana. Shu kola, fantalar organizm tarkibidagi kalsiyni chiqarib yurar ekan degan gapni eshitdik vrachlardan, mutaxassislardan. Shundan buyog'iga shu bolalarga ham shuni tavsiya qilyapman-ku shu. Nima choydan beray? Kompot hozir solib beraman o'g'lim. Kichkina ichamiz. Shu nima deyman? Kola fantasiz ham o'tirsa bo'ladi. Bu kola fanta qayta odamlarda kalsiyni qochirib, gazlangan ichimliklar zarar qilib qo'yapti. Shuni targ'ib qilmoqchi edim. Toza mana banan, olma, anor, yana nima, pomidor, bodring va ravachimiz bor hozir, chakka, chalob, ana shular bilan. Shu vaqtda bir gap esimga kelib qoldi, ina. Sizlarni aytib beray deysizlar. Men mana shu Amirxon o'limdagi vaqtimda ekan, ya Temirxondayman. O'zim aytib beraveray aka. Shu otam rahmatli 80-yil chiqqan yangi Jigulisi bor edi. 11,000 rublga olingandi shu vaqtlar. 81-yillar olingan edi adashmasam. Juda yaxshi mashina, shundan mashina haydashni o'rganganman o'zim. Ana shu bilan inamda mana hozir jemperlari ko'p. Mana hozir qishloq chekkasidagi uyga boraman deganga inam kiyinib ham o'tirmadim. Nechta jemperingiz bor ina? Bor, savog'i yo'q. Ya, to'g'risini ayting, nechta bor? 20 ta. 20 ta jemperi bor hozir. Nima uchun jemper ko'p deysizmi? Maqtashga demang, prosta nima? Managa boya gapni aytib birinchi 80-yil olingan mashina bor edi. 84-yillarimda men shu 5 yosh, 6 yoshlardanmidim. Maktabga o'qimasam kerakda shu vaqtlar. Shu bizlarda Urgutda, shu bizlarga yaqinroq Tayloqda juma bozor bo'laydi, yakshanba kuni bo'laydi. Shaqa bor bozorlar qilinardi bizlarda. Shu bozorlikka ko'p boraydi meni ham. Bozorlikka borishda ikkita darvozasi bor edi. Bir darvozasi bu yoqda, bir darvozasi yoqda. O'sha darvozasini oldidan o'tishda o'yinchoq magazin bo'laydi, yarmarka kelaydi. Men shu darvozadan otamlarni yetaklaydim, shaqdan boramiz. Otamlar bu darvozadan boramiz deydim. Shu aniq esimda-da, shu o'yinchoq magazinni oldidan o'tsam, bitta yaxshi o'yinchoq oldiraydim. Shunda shu enam otam rahmatliga shu pul kamroqlar ekan. Shu bir 50 so'mmi, 70 so'mmi pulni oldi. Bir elanib desam ham to'g'ri keladi. To'g'rimi ena? Ha? Esimda yo'q. Aytib berdingiz. Endi balki men ham 80 kilo esdan chiqqandir. Bu gapni juda ko'p aytadi otam ham, menam ham. Shu haligi 50 so'mmi, 70 so'mmi boyagi haligini olib, pulni olib nimaga bordik? Enam ham ko'rinib tursin. Shu haligi bozorga bordik. Meni endi yartirib olishgan. Uyda qoldirishmagan. Shu boynagi magazinda yarmarkani o'sha eshigini oldidan haydaymiz dedim, yana yuramiz dedim. Menam bu yoqdan tortib kuchi yetmadi baribir. Yig'lab tarmashdim. Bu darvozadan kirib boryapmiz. Shu boynagi magazinchani oldida, yarmarkani oldida o'yinchoqlar keyin bir velosipedchilar chiqargan ekan. Mana 3 oyoqli velosipedchilar. O'lcham velosipedini ko'rib esimga keldi-da. Bu tomonga o'ynayotgandi shu hozir. Shu velosipedga shu tarmashib oldim. Endi qani meni ajratib olsin deb velosipeddan. O'tgan odam olib bering-da endi, olib bering-da deydi. Inamda o'zi dardi o'ziga yetarlib turibdi. Arang o'zi bitta jemper olayin deb kelgan edi. Shu ya xullas shu boyagi
35 so'mmi, 45 so'm bo'lganmidi esimdan chiqdi necha pul. Lekin shu velosipedni olmasam bo'lmadi shu keyin. Shu olib berdi shu inam. Shu jempiram ko'zga ko'rinmadi. Dan shu velosipedni olib berdi shu ovuzim qulog'imda keldik otam. Ha dedi kulib yubordi rahmatli otam. Kampir xafa bo'lma. Mana pul deb yana pul chiqarib berdi adashmasam. Shu velosipedni ham oldik lekin. Lekin o'sha boshqa narsaga degan pulni keyin otam enamga jempir olishga berdi. Bu nima deyman, shu bir eskilikni eslab otamni ham bir eslab oldim. Hozir enam boya jempirlari bir 50 tami dedi-ku, shunga o'xshab nima uchun buncha jempiringiz ko'p desam, enamga bir gap aytaman-da. Nimaga desam, mabodo o'lib qolsam deydi. Shu jempirimda deydi qarindoshlarimga, jiyanlarimga, kelinlarimga berasan, hamma o'g'ayinlarga bitta-bittadan kiyib, meni deydi shu eslab yursin deydi, duo qilsin deydi. Shu yerda mana o'zi mana eski jempirlarni kiyib beradi. Mana bu jempirni yechib qo'ydimiz. Boyagi jempirlar eskirmasin, shu haligi jiyanlarimga, shu mendan kichkina o'g'ayinlarimga qolsin. Shu bir 20 tasi jempirimni kiyib duo qilsin deb kiymay o'tiribdi-da. Buni haligi to'g'ri tushunasizlar, men maqtashga gapirayotgan, prosta enamda, mana student qizim ham kelib qoldi. Bu qizim Samarqand Samguda o'qiydi. Toshkentdagi Inyazda o'qiydigan, jahon tillarida o'qiydigan qizim hozir Toshkentda. Xudoga shukr, buni ham kecha gaplashdik. Qizim qanday? May sog'lik bo'lsin. Bir kun so'rashib oladi, yaxshi kunlar ko'paysin. Rahmat sizlarga. Kengizlar, mayapga qilamiz.